Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Chempiondan 500 kilolik kabinalarimiz chiqdi. Xudo xolasa, o'ta go'zal, o'ta chiroyli holatda. Fara yoritgichlari lupali bo'ladi. Avarinkalari bor. Jitki tormoz bo'ladi buni oldida. Jitki tormoz yangicha qilib ishlangan. Oldlarda dugalar. Yuqorida ham yoritgich chiroqlari bor. Boshqacha yangi dizaynda qilingan, 2026-yil dizaynda qilingan. Eshiklari, umumiy ko'rinishi, orqa ko'rinishlari mana juda chiroyli, juda go'zal ishlangan. Xudo xolasa, batafsil ma'lumotlarni o'zingizlarga bemalol beraveramiz. Salon qismlari keladigan bo'lsa, elektronli tablo mavjud bunda. Hop. Pechkasi bor, parkovka tizimi bor. Skor mana bu bo'ladi. Ko'pchilik so'rashadi, mana bu skor bo'ladi. Mana bu holatda orqaga yuradi, mana bu holatda oldinga yuradi, mana bu neytral holat, hech yoqqa yurmaydi. Magnitofoni bor, ventilyator bor, luk mavjud bunda va albatta narsa qo'yish uchun sandiq. Sandiq ichida esa maxsus nur qaytaruvchi chiroqlar bor. Har kim xohlagan joyga qo'yib oladigan o'zida turibdi. Akkumulyatorlarimiz bunda mana 52 li akkumulyatordan qo'yilgan. Amperi 52 bo'ladi. Volt har biri 12 dan bo'ladi. Shunda 6 tasi 72 volt, 52 amper bo'ladi. Salon holati o'ta go'zal, chiroyli. Dvorniylar suv bilan ishlaydi. Suv sochadi, dvorniylar suv bilan. Taglarni ko'rsataman endi. Tag qismlari rama, bitta o'tib ketgan rama, uzun ramadan iborat. Balonlarimiz shunda 4 ga 12 bo'ladi. Bu Chempin balonlari bo'ladi, o'zlariniki. Mana holati, milgasi, motori, reduktor, xohlasa hammasi joyida. Albatta Chempin o'ziniki mana. Chempin emblemasi ostida ishlab chiqarilgan birinchi brendimiz shu. Kimga qiziq bo'lsa, kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqing.